Internetdan 480 megabayt hajmli faylning 25% 4 megabayt sekund tezlik bilan, qolgan qismining yarmi 8 megabit sekund tezlik bilan yuklab olindi. Agar faylning qolgan qismini yuklash uchun ketgan vaqt avvalgi ikkita qismni yuklashga sarflangan vaqtning 50% tashkil etishi ma'lum bo'lsa, faylni to'liq yuklash uchun qancha daqiqa sarflanganini aniqlaymiz. Bizda jami 480 megabayt bor. Shuni turli xil tezlikda, turli xil vaqtlarda yuklab olingan va faylni to'liq yuklash uchun qancha vaqt ketganini topishimiz kerak. Buning uchun bizda tezlik formulasi V teng I taqsim katta I taqsim T. Ya'ni bu yerda I axborotning hajmi, ya'ni bizda masalada 480. Mana shu T bizda noma'lum, ya'ni vaqt noma'lum. V axborotni uzatish tezlik. Endi mana shu formuladan t'ni topib olsak, v bilan joy almashadi. Ya'ni t teng I taqsim hajmni tezlikka nisbati vaqtni beradi. Ana shu formula bizda asosiy formula, shu vaqtni topishimiz kerak. Endi faqat bo'laklarga bo'lingan 480 25% 4 megabayt sekund bilan yuklab olingan ekan. Endi 480 ni 25% topishimiz kerak. 25% degani o'sha 4 dan 1. Ya'ni 484 ga bo'lsak ham bo'ladi. 120 bo'ladi yoki buni proporsiya qilib to'g'ri mana bunday proporsiya qilib topsak ham bo'ladi. Yani jami 100% qanchadir qismini bilmaymiz. Mana shu 25% deymiz va mana shuni proporsiya qilib topadigan bo'lsak 480 ko'paytirilgan 25 taqsim 100 teng. Demak bu 120 megabaytga teng bo'ladi. Mana shu 120 megabayt hajm 4 megabayt sekund bilan uzatilgan. Endi vaqtni topamiz. Masalan, birinchisi T1 deb oladigan bo'lsak, endi bizda o'zi har xil vaqtlar bo'ladi. Shuning uchun T1 deb olamiz va hajmni keltirib qo'yamiz. 120 megabayt taqsim 4 megabayt taqsim sekund. Mana megabaytlar qisqarib sekund suratga chiqadi. 124 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 sekund. Mana birinchi 25% uchun 30 sekund sarflangan ekan. Endi aytyapti, masalan davomida qolgan qismining yarmi deyapti. Qanchasi qoldi bizda? 480 edi. Hammasi 480 edi. Ayiramiz 120 ni. Bizda qoladi 310 megabayt. Demak, bu bizda qolgan qismi. Qolgan qism. Ana shu qolgan qismining yarmi deyapti. Endi 310 qolgan bo'lsa, qolgan qismining yarmini topish uchun 2 ga bo'lamiz. 180 megabayti 8 megabit sekund tezlik bilan yuklab olingan. Yana shu formadan foydalanamiz. T qatnashgan formula, faqat buni ikkinchi vaqt T2 deb olamiz. Hajm bor, 180 ni keltirib qo'yamiz. Taqsim 8 megabit taqsim sekund. Demak, bizda hajmda odatda mana shu megabaytdagi B katta bilan yoziladi, tezlikda kichik bilan yoziladi. Kilobaytda ham KB katta harfda bo'ladigan bo'lsa hajm, KB taqsim sekund bo'lsa bu kilobit degani. Hozir bu yerda ikkalasini qisqartirib bo'lmaydi. Ikkalasini ham bitga olib kelishimiz kerak. Yoki to'g'ridan to'g'ri hajmni doim 8 ga ko'paytirish mana shu ikkalasini o'lchovini bir xil bo'lishiga olib keladi. Ya'ni demak bizda bo'ladi 180 ko'paytirilgan 8. Ya'ni bu yerda 180 ko'paytirilgan 8. Mana shuni yozadigan bo'lsak, bizga to'g'ridan to'g'ri bu megabit deb keyin qisqartirishimiz mumkin. Megabit taqsim sekund. Endi qisqartirish bu qayerdan keldi? Buni asl sababi bizda megabayt bor, hajm megabayt bor. Keyin bizda megabit bor. Megabit. Endi hajmda megabaytdan yuqoriga qarab bitgacha boradigan bo'lsak, bu 2 ni demak 23-darajasi bo'ladi. Megabitdan bitga boradigan bo'lsa, bu 2 ni 20-chisi bo'ladi. Demak, mana shu yerda 2 ni kubi bo'lsa, ikkalasi ham bitga o'tgan hisoblanadi. Aslida shunday. Ya'ni bu ham bit bo'ldi, bit taqsim sekund bo'ldi, boshqacha aytganda. Bu bit bo'ldi. Mana. Endi bitlar mana qisqarib sekund suratga chiqadi.
Endi biz shu ishni bajarmasdan yana mana 2 ni 20-lari qisqarib ketadi. Ya'ni bitta qadam oldin bajarishimiz uchun 4dan 4 8 ga ko'paytirish orqali bajarishimiz mumkin. Mana bular qisqarib ketadi va 180 ni o'zi qoladi. Ya'ni 180 sekund ketar ekan ikkinchi vaqtimiz uchun. Ya'ni bu qayerdan kelib chiqdi desa, demak bizda mana o'lchov birliklari ketma-ketligida bit, hajmga nisbatan bayt, kilobayt, keyin megabayt. Demak 2 ni 10-si 2 ni 10-si 2 ni kubi. Mana 2 ni 23-si, bunda tezlikda bizda demak bit taqsim sekund, bayt taqsim, demak bizda mana bu megabit, bit, kilobit mana shunday bo'ladi bizda. Ya'ni kilobit taqsim sekund, megabit taqsim sekund, gigabit taqsim sekund shunday boraveradi. Endi mana shu yerda mana 2 ni 10-si 2 ni 10-si, faqat bu yerda 2 ni 10-lari bo'ladi. Bu yerda 8 qatnashmaydi. Shuning hisobidan mana bu 2 ni kubi qoldi. Mana ikkinchi vaqtni ham topdik. Endi davomini qaraymiz. Agar faylning qolgan qismini yuklash uchun ketgan vaqt avvalgi ikkita qismni yuklashga sarflangan vaqtning 50% tashkil etsa deyapti. Mana T1 T2 ni 50% tashkil etishiga T1, ya'ni shularning yig'indisini T1 plus T2 ni 50% tashkil etish degani 2 ga bo'lish degani. Keltirib qo'yib topamiz. Demak, bu bittasi 120, 30 bo'ldi bizda. Mana bu yerda mana 30, bittasi 180 bo'ldi. 30 plus 180 sekund. Shuni bo'lamiz 2 ga. Demak, bizga bu bo'ladi 105 sekund. Endi ana demak, qolgan qismi uchun 105 sekund sarflangan. Jami qancha vaqt sarflangan topamiz. T1, T2, T3. Demak, mana buni T3 deb olsak bo'ladi qolgan qismi uchun. Endi qolgan qismni hajmi kerak emas, faqat vaqti kerak. Shularni qo'shamiz endi. Demak, birinchisi bo'ldi bizda 30, 180, 105. Bu hozir qo'shadigan bo'lsak bizga bu e, sekundda hosil bo'ladi. Ya'ni bu 300'ı bizda 15 bo'ladi. Yani, demak mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi lekin bizda bu yerda so'rayaptiki, ya'ni bu yerda mana daqiqada so'ralgani uchun 315 ni 60 ga bo'lib olamiz. Ya'ni bu 5,25 daqiqaga teng bo'ladi. Ana shu oxirgi javobimiz mana shu 5,25 daqiqaga teng bo'lar ekan.